Bu xarita oddiy xarita emas. Qo'limdagi 13 ta papka ham oddiy papka emas. Siz bilan bizni jannatga olib kirib ketadigan papka bo'lishi mumkin. Siz ham jannatga kirmoqchi bo'lsangiz, videomizni oxirigacha ko'ring va albatta like tugmasini bosib qo'ying. Biz jamoamiz bilan 13 ta viloyat bo'yicha safarni boshladik. Oddiy safar emas, yetimlarni xursand qiladigan safar. Qo'limdagi papkada esa 13 ta viloyatdan kelib tushgan otasiz, boquvchisini yo'qotgan chin yetimlarning ro'yxati 13 ta viloyat bo'yicha. Bularga biz siz bilan birgalikda maktab o'quv qurollari xayriyasini boshladik. Ertaroq boshlaganimiz sababi 13 ta viloyat aynalgunimizgacha sentyabr oyi ham kelib qoladi. Yetimlarning nomidan gapiraman. Do'stlar, agar bu video tugab turib, like, komment, repost bosmasangiz, Xudodan qo'rqing. Chunki mana shu amallaringiz videomiz topga chiqib, saxovat peshalarga yetib borishligiga sababchi bo'ladi. Shunday ekan, yetimlarning nomidan aytaman. Saxovat peshalar, tadbirkorlar, ishlab chiqarishi borlar, imkoniyatingiz bo'la turib, bizga aloqaga chiqmasangiz, ehson qilmasangiz, siz ham Xudodan qo'rqing. Chunki qalbingiz muhrlangan bo'lsa, Alloh taolo ehson qildirmaydi. Shuni yaxshi bilib oling. Payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlar, kim yetimni boshini silasa jannatda men bilan birga bo'ladi degan ekanlar. Deb turib, bitta so'mga 250 ming so'mga to'xtayapti. Men bittaga, ikkitaga sharoitimdan kelib chiqib o'nlab, yuzlab bolachalarga ehson qilaman deganlar, agar imkonlaring bo'lib turib qilmasalaring ham Xudodan qo'rqinglar do'stlar. Bu yetimlarning nomidan gapiryapman. Bu yerda turgan yetimlarning soni juda ham ko'p. O'tgan yillari sizlar bilan birgalikda ko'plab, minglab oilalarning boshini siladik. Bu yil endi esa birgalashib boramiz, birgalashib topshiramiz va bora olmagan do'stlarimizga internet orqali bo'lsa ham ko'rsatamizki, bu quvonchli damlarni, bu barakotlarni siz ham guvohi bo'ling. Agar homiylar, tadbirkorlar, ehson qiladiganlar bo'lsa, aynan raqam mana shu homiylar uchun. Bu raqamga murojaatchilar emas, homiylar uchun deb qo'ydik. Homiylar bo'lsa aloqaga chiqing. Biz tayyormiz va albatta bizni Abdulhakim Qoli profilida kuzatib boringki, jarayonlar, ishlar qanday ketayotganini. Ehsoni borlar, mayli bitta sumkaga bo'lmasin, mayli ikkita sumkaga bo'lmasin, muhimi himmatingiz bo'lsin. Qanchadir ehsoningiz bo'ladigan bo'lsa ham, ushbu qoldirgan karta raqamlarimiz aynan sumka xayriyasi uchun bag'ishlanadi. Payg'ambarimiz alayhissalomning va'dalari, Alloh taoloning va'dalariga binoan biz yetimlarning boshini silab, ularni xursand qilib, jannatidan umid qilamiz. Jannatga oshiqlar bormi sizlar? Videolarimizni qo'llab-quvvatlanglar. Homiylar, bo'shashmanglar. Bunaqa imkoniyat bir yilda bir marta bo'ladi. Nafas olyapmizmi? Tirikmizmi? Ehson qilib qolaylik. Do'stlar, biz inshaalloh 1-iyul sanasida safarimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib qaysi viloyatdan boshlashlikni sizlar aniqlaysizlar. Hozirroq kommentariyaga kiringlar. Men 13 ta viloyatning nomini qoldirdim. Qaysi viloyatni layki eng ko'p layk yig'sa, ana shu viloyatdan safarimizni boshlaymiz. Buning uchun kirib like o'z viloyatingiz uchun like bosing hamda o'z viloyatingizdagi yaqinlarga bu videomizni albatta oshirib qo'ying. Unutmang, sizni birgina laykis, ko'pgina like yig'ishligi bilan sizni shahringizni yetimlari birinchilardan bo'lib xursand bo'ladi.